Savol o'rinli. Shu savolga javob berib o'tib ketamiz. Reglamentga muvofiq javob beriladi. Ya'ni haydovchi mijozli yukini 2 o'rta chemodangacha olish imkoniga ega. Undan ortig'ini xohlasa olib ketmasligi mumkin yoki bo'lmasam tushuntirish kerak mijozga. Ya'ni 2 o'rta chemodangacha yuk ola olaman. Undan yuqori bo'lgan yukka xohlasangiz dastavka chaqiring. Kutib turamiz. Dastavka kelgandan keyin birgalikda harakatlanamiz deb aytish kerak bo'ladi. Ya'ni haydovchi majbur emas 2 o'rta chemodandan ortig'ini olib ketishga. Ko'pchilik haydovchilar buni ham aytib ketishim kerak o'zi. Ko'pchilik haydovchilar parkka murojaat qiladi. Shunaqa yuki bilan ko'p chiqyapti deb aytadi. O'shanaqa vaqtda salonga bo'lsa ham sig'dirib olib keta olsangiz, olib ketinglar yoki ko'proq pul, belgilangan puldan tashqari ko'proq pulga og'zaki kelishib ko'ringlar deb aytishadi parkda. Haydovchi parkka gapiga quloq solib, mijozga shu summani aytadi va safar yakunida mijoz shikoyat yozib yuborsa, haydovchi mendan ko'proq summa talab qildi deb yozib yuborsa, bu shikoyat ogohlantirish va cheklovga olib keladi. O'shaning uchun eng yaxshi tavsiya yo'li yoki buyurtmani bekor qilish kerak yoki bo'lmasam dastavka chaqirib birgalikda harakatlanish kerakligini aytish kerak.